Yo, hammaga salom. Sizlar bilan men Zinat va bugungi videoda biz umuman dahshat bo'lgan narsa qilamiz. Ya'ni shuncha TNTni portlatamiz, bularni tashlaylik. Yo'q, TNT kelmasligi uchun. Ma'lumot uchun aytib ketaman. Buni ichida to'la TNT mana. To'la TNT buni ichida va biz buni portlatamiz. Yo-mayo. Yo-mayo, buni qaranglar. Yo, shader bilan kamiga. Yo. Yaqinga kelmaslik kerak, iloji boricha. Yo-mayo, hali bu yoqqacha kelyapti. Yo-mayo. Yo-mayo. Sizlar shunda ham like bosmaysizlar-da, like bosinglar obunachilар. Meni tezroq ikki bo'lay. Mana bu tomonga ham kelibdi. Portlayaptimi hali ham? Yo, tugabdi. Yo-mayo. Yo, bor ekan hali ham. Hammacha nima deyish bo'lib ketibdi. Yo, yerlarni qaranglar. Yo. Yaxshi sonot yo'q qo'ygan, sonot turibdi. Yo. Mana sonotlar bo'ladi. Shunday meri rasvo bo'ldi. Vau, bedrockgacha. Bedrockdan kelmayapti-da. Hop, men oldimda senim bor. Hammaga salom. Izlanishni obunachilari yaxshimisizlar? Shu mana tomonda. Bu tomonga TNT unchalik kelmabdi lekin. Mana yo'lda adashmasam taxtalar bo'lgan. Bekitib qo'yamiz suv tushmasligi uchun. TNT taxminan qancha deb o'ylaysizlar? Shu mega blokdagi mashina shitda bo'lganda, to'g'rimi? Yo'q, bu tomonda bo'lmagan. Shitda bo'lgan TNT blok yo'q ketdi. Yo-mayo, lekin da rasvo bo'ldimmi yo'q? Yo-mayo. Yo-mayo. Shi, bomba. Sizlar videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan men Zinat bo'ldim.